Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan tamoyillardan biri bu uning qarilik gashtini surishi bilan bog'liq. Qolaversa, yillar davomida o'zi sevgan kasbining, mehnatining ortidan rohat ko'rishi hamda davlat tomonidan har bir fuqaroning mehnatiga loyiq pensiya tayinlanishi bilan ham ahamiyatlidir. Bugungi kunda pensiya tizimi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlaydigan eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda pensiya tizimini zamon talablariga moslashtirish, uni adolatli hamda shaffofligini ta'minlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada suhbatlashish uchun mutaxassisga yuzlandik. Bugungi kunda pensiya ta'minoti sohasi O'zbekistonda ijtimoiy sohalardan juda muhim sohalardan biri hisoblanadi. Bu sohada juda ham ko'plab yangiliklar, qulayliklar yaratilmoqda fuqarolarimiz uchun. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham aynan pensiyaga oid va ijtimoiy nafaqalarga oid moddaning qo'shilishi, ya'ni pensiya va ijtimoiy nafaqalarning miqdorlari belgilangan o'sha eng kam iste'mol xarajatlari miqdorlaridan oz etib belgilanmasligi ham aynan ushbu konstitutsiyamizda belgilab qo'yildi. Bundan tashqari o'sha pensiya ta'minoti sohasida yana bir qancha yangiliklar qilindi. Xususan nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi va ikkinchi guruh nogironligi belgilangan shaxslarni pensiyalarni agarda mehnat faoliyatini yurita boshlasa, pensiya tayinlangandan so'ng ushbu fuqarolarimizga pensiyalar har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblanishi belgilandi. Bundan tashqari boquvchi yo'qotganlik pensiyalari ham bor. Farzandlarga beriladigan boquvchi yo'qotganlik pensiyalari ham deylik 18 yoshgacha o'zi to'lanadi. Lekin o'sha farzandi deylik biror bir ta'lim tashkilotida o'qisa, talaba bo'lsa deylik 23 yoshgacha olish huquqi ham berilgan. Oldin ma'lum bir sabablarga ko'ra ayrim pensionerlarimiz chet elga chiqib ketgan bo'lishi mumkin yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zlarining pensiyalarini vaqtida olmasligi mumkin. Ana shunday holatlarda pensiyalarni olish muddati uzaytirildi. Oldin 1 yil bo'lgan bo'lsa, 12 oy bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 24 oygacha muddatdagi pensiyalarni olishlari mumkin. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, pensioner O'zbekiston chegarasidan chiqib ketgandan so'ng 3 oy davomida o'sha plastik kartada pensiya olayotgan bo'lsa, to'lab turiladi. 3 oydan so'ng o'sha pensiya berilishi ma'lum muddat to'xtatib turiladi. Fuqaro pensioner o'sha chet elda bo'lgan vaqtda ishonchnoma rasmiylashtirgan holda O'zbekistonga ishonchnoma yuboradi. Ushbu ishonchnoma asosida pensionerning yaqini pensiyasini olish huquqiga ega. Yoki bo'lmasa O'zbekistonga bir kelib ketish mumkin o'zini tasdiqlatish maqsadida pensiya jamg'armasiga yoki qaytib kelgandan so'ng 24 oylik pensiyasini olish huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, 2021-asr axborot texnologiyalari asri bo'lishi bilan birga barcha sohalarning rivojlanishida axborot texnologiyalaridan foydalanish ham yaxshi samara bermoqda. O'z so'zidan pensiya tizimida ham axborot texnologiyalarining o'rni qanchalik muhim? Bu orqali yangi loyihalarning joriy etilishi qanday samara beradi? Pensiya jamg'armasi tomonidan fuqarolarga yengillik yaratish, ularni ovoragarchiliklarni oldini olish, qog'oz shaklidagi ma'lumotlarni talab etishni bekor qilish maqsadida bosqichma-bosqich xizmatlarni interaktiv va praktik shaklga o'tkazmoqda. 2025-yil 1-martdan boshlab yoshga doir pensiya, umumiy asoslarda tayinlanadigan yoshga doir pensiyalar bugungi kunda 55 yoshda ayollarga, 60 yoshda erkaklarga tayinlanadi. Ushbu xizmat praktik shaklga o'tkazildi. Fuqarolar murojaat etmagan holda ularning huquqlarini avtomatik tarzda aniqlash va ularga avtomatik tarzda pensiya tayinlash tizimi yaratildi. Ushbu tizim ishlash tartibi, demak, markaziy tomonidan pensiya jamg'armasiga har kunlik jo'natib turiladi va pensiya jamg'armasi ushbu 55 va 60 ga to'lgan fuqarolarimiz to'g'risidagi qolgan ma'lumotlarni tegishli vazirlik va idoralardan elektron shaklda qabul qilib oladi va ularga pensiya tayinlaydi. Bunda fuqaroning ish stajlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yagona milliy mehnat tizimidan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar esa Xalq banki va Soliq qo'mitasi axborot tizimlaridan so'rab olinadi. Ularning diplom ma'lumotlari Oliy ta'lim vazirligidan, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar Adliya vazirligi axborot tizimidan shakllantiriladi va ularga fuqarolarning murojaatisiz pensiya avtomatik tarzda tayinlanishi yo'lga qo'yildi. Ushbu tayinlangan pensiya to'g'risidagi ma'lumotlar esa ularning shaxsiy telefonlariga SMS tarzida yuboriladi. Agar fuqaroning nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqami bo'lmasa, bunda ushbu tayinlangan yoki tayinlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotlar pochta bo'limlari orqali fuqarolarning
doimiy ro'yxatdan o'tgan manzillariga yetkazib beriladi. Ushbu tizimni amaliyotga joriy etish orqali bugungi kunda jami kelib tushgan ma'lumotlarning 70% dan ortig'i demak qayta ishlanib, ularga pensiyalar tayinlandi. Shu bilan birga 2025-yil 1-iyuldan boshlab nogironlik pensiyalarini